Rossiya uchun hozir yangi front ochish ham harbiy ham iqtisodiy nuqtai nazardan og'ir yuk. Shuning uchun ham u menimcha bunga ataylab bunga qo'l urganligi misol uchun men ishonmayman. Amerika xohlagan, Washington xohlagan variantni Tehron qabul qilmaydi hech qachon. Eronning yadroviy dastur AQShga xavf solishi ham emas. Oktyabrdagi saylovlar oldi Eron masalasi yana kun tartibiga chiqdi. AQShga bu o'ta ketgan bosh og'riq. Va bu yerda Isroil to'liqligicha bu urushda yutdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, bu yana xalqaro tahlil. Bugungi studiyamizda Umrbek Yusupov, Farhod Karimov, siyosatshunoslarimiz. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. O'tayotgan hafta siyosiy jarayonlarga boy bo'ldi. Avval Boltiq bo'yidan boshlasak, masalan, Ruminiya va boshqa Boltiq bo'yi davlatlari osmonda dronlar kuzatildi. Hatto Ruminiyada turar joy binosiga urilgan bir necha kishi jarohat olgan. Shulardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu Rossiya droni ekani aytilmoqda va Rossiya buni isbot talab qilyapti. Bizga ma'lumot beringlar, haqiqatda biznikimi yo'qmi? Mana shu jarayonlardan kelib chiqadigan bo'lsak, Rossiya Ukrainadagi muvaffaqiyatsizligini o'sha Boltiq bo'yiga e'tibor qaratib chalg'itishga urinyaptimi yoki bir front ochmoqchimi? Shuni gaplashsak. Endi Rossiyaning dronlari yoki Ukrainaning dronlari Boltiq bo'yi davlatlariga, Sharqiy Yevropa mamlakatlariga o'tishi birinchi marta emas. O'sha bilamiz, oldinroq Polshaga bir kunning o'zida 20 tadan ortiq dron uchib kelgan edi, ularni anchasini urib tushirishgan edi, zarar ham yetkazgan edi. Shundan keyin NATOning o'sha 4-moddasi ishga tushib, favqulodda vaziyatlar yig'ilish qilib, NATOda o'sha dronlardan muhofaza tizimini kuchaytirish qaroriga kelingandi va pul ham ajratilgandi yaqinda va u tizim shakllanyapti. Yaqinda mana Estoniyada Ukraina dronlari aylanib o'tdi. Vaqti bilan Rossiyaning dronlari ham adashib kirib kelib qoladi, boshqa bo'ladi. Endi urush jarayonida bo'ladigan narsa, chunki dron tizim bilamiz, baribir lokatsiyalar bilan yuradi, geolokatsiyalar bilan. Geolokatsiya tizimi agarda xato bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha ma'lum bir apparaturasiga shikast yetkazadigan bo'lsa, adashib kirib ketib qolaveradi. U nafaqat Rossiyaniki, Ukrainaniki ham boshqaniki ham bo'lib qolishi mumkin. Buni o'sha Kavkazdagi Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi konfliktlarda ham ko'rgan edik. Va mana shu jarayonda NATO biroz sergak tortadi, albatta. Lekin men o'ylamayman, Rossiya hozir juda ham katta quvvatini Ukrainaga sarflab turgan paytda NATOga qarshi yangi front ochadi va yangi intrigalarni boshlaydi deb o'ylamayman. Lekin ikkinchi xat ham bor. Rossiyaga bunday texnik bo'lsa ham xatolar plusga ishlaydi. Nega? Chunki kutilmagan xarajatlarni ko'paytiradi NATO tomonidan. Ya'ni mana Estoniya mana bugun e'lon qildi, dron tizimiga muhofaza tizimini NATOdan pul olib o'rnatdi masalan. Bu bir necha million dollar degani. Va bu Polshada shu amalga oshirildi. Mana endi Boltiq bo'yi davlatlari bu narsani so'rayapti. Endi Ruminiya va boshqa davlatlar qancha so'rasa, Ukrainaga ketadigan pullar, oqimlar ancha nima bo'ladi? Bo'linadi-da bo'laklarga va Ukrainaga ajratiladigan pullar kechikishi boshlanadi va bu Rossiyaga qaytamga foydaga o'ynaydi. Ya'ni Rossiya buni atay qilmasa-da, ya'ni atay dronlarni uyushtirib, hujum qilib, NATOga provokatsiya qilib yangi front ochmasa-da, bunday qo'shtirnoqdagi xatolar Rossiyaga foydaga ishlayveradi hozirgi kunda. Ikkinchi tomon ham bor, bu ichki auditoriya bugungi kunda qandaydir bir yangiliklarga muhtoj va yangi bir motivatsiyalarga muhtoj. Rossiya mana shunday bir xatolarni yoki voqeliklarni qaysidir ma'noda ichki, mana oxirgi 2 kunda kuzatdim o'zim ham. Rossiya ommaviy axborot vositalarini juda ham boshqa tarcha talqin qilinib aholiga yetkazilyapti. Ya'ni biz kerak bo'lsa NATOga a'zo bo'lgan davlatlarni ham uncha-muncha shoshirtirib qo'yapmiz degan masalalar turibdi. Chunki Ruminiyaning prezidenti kecha bergan bayonida boshida biz Rossiyaga bunga javob beramiz, boshqa deb qattiq fonda turuvdi, lekin kecha xavfsizlik kengashi chaqirildi va undan keyin matbuot unaqa bergandan keyin bayon bergandan keyin matbuotda Rossiyaning quroli o'sha Moldova orqali, Moldovaga yaqin hududdan Ukraina orqali Ukrainaning PVO tizimi, ya'ni havo muhofaza tizimi shikast yetkazgandan keyin, texnik buzuqlik kuzatilgandan keyin adashib, demak, Ruminiya hududlariga yetib keldi. Lekin shunday bo'lsa ham baribir Rossiya bunga javob berish kerak degan masalani qo'shib qo'ydi. Ya'ni bu yerda pozitsiyalar o'zgaryapti, ritorikalar o'zgaryapti. Ya'ni mutlaq emas. Ha, to'g'ri, konsullik yopildi bitta shaharda, Ruminiyada, Konstansiyada yopildi va elchisi chaqirtirildi. Bunga Rossiya javob berish kerak aytildi. Putin esa kecha Ostonadagi bo'lgan press konferensiyada buni hali aniqlash kerak dedi. Chunki nechtadan dronlar o'tib yotibdi dedi. Lekin nima bo'lganda ham muht shundan iboratki, Rossiyaga foydaga o'ynayapti bu.
NATO asosiy o'sha qabul qiladigan, endi NATOda ham, Yevropa ittifoqida ham bu institutlar ishlaydi-da. Institutlar ishlaydi va ular tasdiqlaydi xarajatlarni bir necha oylar va bir necha yilga. Va bu rejalarning buzilishlikligi, Ukrainaga ajratilgan pullar hadeb ham ajratilavermaydi. Yevropada ma'lum bir instansiya va bosqichlardan o'tadi u narsa. Va hozir Ruminiyaga Eurosafe degan o'zining dasturi bor Yevropa ittifoqida. Agar shu doirada Yevropa ittifoqi Ruminiyaga dronlarga qarshi mudofaa tizimiga pul ajratadigan bo'lsa, bu yana nechadir 100 million degani. Demak, Yevropa ittifoqi Ukrainaga qiladigan yordamini nima qiladi? Yana qisqartiradi, cheklaydi yoki kamida kechiktiradi. Bu esa Rossiyaga yana bir siyosiy va harbiy manyovrlarni amalga oshirish uchun qulaylik yaratadi. Mana shunday bir vaziyatda buni ikki tomon ham ommaxo'rlik vositalari o'zlarini ma'lum bir qadamlarni legitimlashtirish uchun ishlatishyapti. Lekin baribir boshdagi fikrga qaytaman. Rossiya uchun hozir yangi front ochish ham harbiy, ham iqtisodiy nuqtai nazardan og'ir yuk. Shuning uchun ham u menimcha bunga ataylab bunga qo'l urganligi misol uchun men ishonmayman. Farhod akani fikrlariga qo'shilgan holda, endi hozir tasavvur qilish uchun Odessa viloyatini, Ukrainaning o'sha Odessa viloyati Reni shahridan to Galatskacha, ya'ni o'sha 10 etajlik, 10 qavatlik binoni o'zi joylashgan hududgacha masofa 80 kilometrdan oshiqroq. Ya'ni dastlabki o'sha zarba olingan paytida bu 28-dronni kirishi. Ommaviy ochiq manbalarda keltirilishicha bu tasavvur qiling, 28 ta dron bo'lgan, buni farqli jihati borib portlagan. Ya'ni urilganda, o'sha ijtimoiy obyektga, aholi punktiga borib urilganda, portlagan, 4 kishi jarohatlangan va 70 kishi evakuatsiya qilingan. Ya'ni o'sha joydan favqulodda xizmat vakillari tomonidan olib chiqib ketilgan va shuning uchun ham sal rezonans, ya'ni shov-shuvga sabab bo'ldi. Va eng qizig'i, yana farqli jihati, bu yerda o'sha Shimoliy Atlantika shartnomasi, NATO nizomining 4-moddasi kuch bilan ishlatilgani yo'q. Ya'ni shoshilmadi Ruminiya tomoni, bu hali bu vakolatdan foydalanganicha yo'q, lekin dastlabki o'sha Farhod aka aytganidek vajohatdan biroz tushildi. Chunki Ostonada berilgan Putinning bayonotidan keyin haqiqatan ham o'ylab ko'rish kerak. Prezident tomonidan, Ruminiya prezidentining o'zi aytdiki, haqiqatan ham zarba yeganda, ya'ni o'sha Odessada urilgan, Renida, va u 80 kilometr masofani bosib o'tib boshqaruvsiz kelib urilgan degan versiya haqiqatga yaqinroq bo'lib chiqqan va seriya raqamlari, dastlabki ma'lumotlar bo'yicha endi bu Ruminiya tomoni, NATO tomonining ma'lumotiga ko'ra o'sha Geranga ko'proq yaqin, ya'ni aniq Rossiya tomonidan ishlab chiqarilgan deyapti. Endi Putin bayonotiga ko'ra bunaqa narsalarni bizga o'xshab isbotlanglar dedi. Ya'ni Amerika tomoniga, Ukraina tomonidan ba'zi obyektlarga, o'sha ijtimoiy obyektlarga, aholi punktiga berilgan zarbalar yoki o'sha davlat ahamiyatidagi obyektlarga berilgan zarbalardagi o'sha dronlarni qismlarini olib ekspertizaga, tekshiruvga yuborilgan. Xuddi shunaqa qilib yuboringlar, ana o'shandan keyin biz gaplashamiz qanaqa bo'lganligini degandan keyin biroz vaziyat o'zgaryapti. Endi bu yerda masalani boshqa jihati, ya'ni savol umumiy javob beriladigan bo'lsa, haqiqatan ham Farhod akaning fikriga qo'shilaman. Rossiya uchun biz oldin ham aytganmiz, urush boshlash shart emas. Agar mana shu avvalambor bu katta gapirish bo'ladi. Rossiya buni ataylab qildi deyish, bu birinchidan. Ikkinchidan, agar hattoki o'sha adashib o'tib ketilgan bo'lsa ham, to'g'ri aytilyapti, chertib ko'rish, xuddi shu shaklda, gibrid shaklda boshlandi urush. O'zida o'zi boshlanmaydi. Masalan, 28 marta tasodif bo'lgan deyish, bu quloqqa g'alati eshitiladi. Ya'ni bu tasodif bo'lishi juda qiyin-da. 28 marta, qaysidir birlari ataylab kirgan bo'lishi mumkin yoki tekshirib ko'rish uchun yoki bilmasdan, nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu hammasi tasodif bo'lishi mumkin emas. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Haqiqatan ham ekspertiza degan masala to'g'ri, chunki bunaqa qaror eskalatsiyaga olib keladi va jiddiy qarorlar qabul qilinishiga olib keladi. Va Boltiqbo'yi davlatlari, endi tabiiy bu Polsha, Boltiqbo'yi davlatlari bu narsalarni og'ir qabul qiladi, chunki yaqinda mana butun Boltiqbo'yi davlatlar, Latviyadamidi, nimani
o'sha dronlar masalan mojarosi kuchayib ketdi, butun hukumatni oyoqqa turg'izdi, ya'ni rotatsiya qilishga olib keldi. Bu kichkina masala emas bu narsalar. Chunki havo hujumidan mudofaa tizimini ojiz ekanligini ko'rsatadi. Bu qaysi kim tomon qanaqa shaklda hujum qilgani ahamiyati yo'q, lekin havo hujumidan mudofaa tizimi bunaqa shakldagi kirib ketishlarga qarshi tura olmas ekan degan xulosani chiqaradi. O'shaning uchun o'sha sharqiy soqchi posbon degan Shimoliy Atlantika shartnomasini loyihasiga qo'shimcha pul ajratish haqida kun tartibiga qo'yildi mana, va bu yuqorida to'g'ri aytildi Farhod aka tomonidan, qo'shimcha xarajat olib keladi bu. Uning ustiga mana o'zi biz bilamiz, Yevropa ittifoqida umuman siyosiy muxolif kuchlar orasida ham kayfiyat yaxshi emas. Nimaga deganda harbiy sohaga ko'p pul ketyapti. Ijtimoiy sohaga ketish o'rniga harbiy sohaga pul ajratilyapti va bu aholini, tub aholini o'zi shundoq ham qiynalayotgan, hozir jahon iqtisodiy nima deydi, inqirozga qarab ketyapmiz-da. O'sha sharoitda bunaqa narsalar yoqmaydi odamlarga va bu ichki tartibsizliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Va uning ustiga bilamiz, Ruminiyada ham Kremlga moyil bo'lgan kuchlar ham yetarli darajada, balki deyman, o'zim bu meni shaxsiy subyektiv fikrim, o'sha 4-moddaga yugurmayotganliklarini sababi ham o'sha muxolifatga kart blansh berib qo'ymasligi uchun. Ya'ni qaysidir ma'noda baribir Kreml bilan hisoblashadigan kuchlar ham borligi ularni bunaqa keskin qadam qo'yishdan ushlab turganda, hatto o'sha prezident ritorikasini ham yumshashiga ham balki shular sababchi bo'lgandir degan xayol o'tadi odamlarning fikridan. Endi agar savolga qisqa qilib javob berganda, ikkinchi front haqiqatan ham bu bosh og'rig'i bo'ladi. Boshlangan taqdirda ham endi hozir shunaqa ekspertlar guruhi paydo bo'lgan, kam sonli, mana shu shaklda urush boshlanadi. Ya'ni NATOni oyoqqa turg'izish uchun xuddi shunaqa ma'lumot berayotganlar ham, fikr bildirayotganlar ham bor. Ya'ni mana senga men xohlagan ishimni qilaman, men xohlagancha fuqarolik obyektlaringga ham zarba beraman, sizlar hech narsa qila olmaysizlar deb xuddi o'sha provokatsiyaga o'xshagan, gijgijlashga o'xshagan ruhdagi fikrlar ham yangrayapti va bu qaysidir ma'noda tanganing ikki tomoni borda, foydaga ham xizmat qiladi. Baribir havo hujumidan mudofaa tizimini mustahkamlash kerak. U Boltiqbo'yi, Polsha, mana shu sharqiy yo'nalishdagi barcha davlatlar havo hujumidan mudofaa tizimini mustahkamlashga majbur bo'ladi. Chunki ko'ryapmiz, mana urushlar nimasi, konsepsiyasi o'zgarib ketdi dronlar bilan. Dronlarni hozir men masalan ko'rib chiqdim, $400 $120 million nimasi bor, menyusi bor dedik-da, press kurant. $400 eng kichkinasi, $120 million endi Amerika Qo'shma juda katta kompleks bu, qimmat turadi, lekin Geran rusumidagi, Shahid rusumidagilar bular o'rtacha $20 ming dan $50 ming gacha bo'lganlar. Ya'ni qarang, unaqa qimmat ham bo'lishi shart emas, havo hududini buzib kirish uchun-da $20 ming o'zi yetib ortyapti. $20 ming $30 ming atrofida. Bemalol manaman degan havo hujumidan mudofaa tizimini chetlab o'tyapti-da. Hatto yaralangan bo'lsa ham 80 kilometr bosib o'tyapti-da. Bu yerda bitta narsani men yana bir alohida bir qayd etmoqchi edim-da. To'g'ri, dronlar anchagina muammo tug'diryapti. Bu Eron dronlari Ozarbayjonda portlaganida ham sezgan edik. Ya'ni Ozarbayjon juda ham kuchli armiyaga ega. Sobiq ittifoq davlatlari ichida kamida 3-o'rin. Rossiya 1, 2, Ukraina 3 desak, masalan, ancha yangi zamonaviy texnologiyalarga. Ya'ni bugun dronlarni o'tib ketdi deb, masalan, urush boshlashlik, to'g'risini aytganda, bunaqa keyslar ko'p va urush ochishga juda ham ko'p bahonalar bo'lgan bo'ladi. Men ikkinchi xatga qaratmoqchiman-da. Bu yerda mana shu xabarlar, mana shu bo'layotgan voqealarchi ma'lum bir Rossiya tomonidan o'rnatilgan konstruksiyalarni, g'oyaviy konstruksiyalarni va stereotiplarni sindiryapti. Nega? Rossiya mana shu sovuq urushdan davridan beri hozirgacha NATO Rossiyaga qarshi va qachondir baribir Rossiyaga urush ochadi, bu bizga qarshi yaratilgan harbiy mashina deb ishontirib kelyapti-da. Agarda shunday bo'lganda edi, mana hozir qulay vaziyat emasmi? Yoki Estoniyaga yoki Latviyaga kirib kelganda yoki Polshaga 20 dan ortiq bir kunda dron kirib kelganda uning ma'lum bir moddalar, NATO ustavidagi moddalar ishga tushishi kerak emasmidi? Bu yerda demak, baribir o'sha keskin bayonotlar bilan NATO davlatlari nima qilyapti?
cheklanyapti-da, ya'ni qarshi hujum boshlangani yo'q, 5-modda ishga tushgani yo'q. Mana shu narsaning o'zi ham Rossiya tomonidan 30-40 yildan beri o'rnatib kelayotgan ma'lum bir stress bilan sindiryapti. Ya'ni NATO ko'proq Rossiyaga qarshi hujum mashinasi emas, ko'proq baribir muhofaza va himoya, mudofaa nima deydi, tizimi ekanligini qaytadan ko'rsatib qo'yapti. Rossiyaning o'zi uchun ham. Chunki Rossiya ham mana shu Ukrainaga urush ochilishida bir qator sabablar ichida shuni aytgan edi. Ya'ni NATOning sharqqa qarab kengayishi va oxir oqibatda agar biz indamasak, biz birinchi bo'lib urmasak, bizni baribir uradi va bu Moskvaga qaratilgan va bu qachonda urush kelib chiqadi deyapti. Agar shunaqangi haqiqatan ham qattiq konsepsiyalar va maqsadlar, rejalar bo'lganda NATO Rossiyaga qarshi urush ochish uchun hozirgacha o'nlab bahonalar va sabablar kelib chiqqan edi. Demak, xulosalar shakllanyapti. Odamlarda, hatto siyosiy, harbiy mutaxassislarda ham, hatto shu kungacha NATO Rossiyaga qarshi va qachonda urush ochadi degan konstruksiyalar bilan yashayotgan biz siyosatshunoslarda ham, misol uchun, fikrlar o'zgaryapti. Demak, NATO agar urush ochmoqchi bo'lsa, hozir emasmi qulay vaziyat? Sen buzding, seni droning mana isbot urush ochmasmidi? Demak, baribir NATO hozir bosqinlik bilan harakat qilyapti-da va bu yerda ko'plab ma'lum bir konstruksiyalarni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Mana shu keyslar juda ko'p narsani ochib beryapti aslida olganda. Medvedevda kecha gapi ham bir nima bo'ldi? Qo'shimcha bonus bo'ldi Yevropa uchun. Ya'ni shirin uyg'unlaring tugadi, endi uyg'oninglar degan bir chaqiriq. Xo'p, keyingi savolga o'tsam bo'ladi. Eron va AQSh o'rtasidagi 60 kunlik tinchlik bo'yicha memorandum imzolanishi kutilyapti. Masalan, matbuotda bu haqda xabarlar paydo bo'lyapti, lekin oxirgi yakuniy qarorga kelish juda qiyin kechmoqda. Menimcha, nimalar to'sqinlik qilyapti mana shu jarayonga? Bu hozir yoshligimizda shunaqa Santa Barbara degan serial bo'lardi, hech tugamas edi. Hozir kelishuv ham ko'proq Santa Barbaraga o'xshab ketyapti. Bu yerda ritorika, o'sha format o'zgargani yo'q. Men tinchlik xohlayman, lekin Eron tomoni men xohlagan taklifni bermayapti. O'zim ham urush xohlamayman, lekin urush e'lon qilishga majbur bo'lib qolishi mumkin degan o'sha format haligacha o'zgargani yo'q. Mana 2 soat oldin ham yangilangan ma'lumotlarni ko'rdim. Yana o'sha Fox News, yana o'sha o'zini doirasida, o'zini yaqinlar atrofida muxbirlarga berayotgan gaplarda Trampning pozitsiyasi hali o'sha. Hexet ham o'sha gapni takrorlayapti. Ya'ni bizning salohiyatimiz yetarli. Agar ular biz ko'nadigan shartga kelmasa, biz zarba berishga qodirmiz. Lekin ozgina kichkina qadamchalar bilan ijobiy bir o'zgarishlar bor degan gap hali ham takrorlanyapti. Endi muammo nimada? Muammo ikkita masalada o'zi. Birinchisi yadro dasturi ustida, ya'ni uni Amerika xohlagan, Washington xohlagan variantni Tehron qabul qilmaydi hech qachon. Ikkinchisi Hormuz bo'g'ozini mandati, ya'ni uni vakolati qanaqa bo'ladi, undan foydalanish formati ustida kelishish olmayapti. Bo'ldi. Bu yerda uchinchi faktor deb shartlar ravishda qo'shishingiz mumkin Isroil. Chunki Isroil Livan masalasida umuman chekinmayapti va bu asosiy o'sha nima deydi, Washington bilan Tehrondan talab qilinadigan dan tashqari og'ir sharoit bo'lib turgani Livan bo'ladi. Mana shu masalalar eng asosiy kelishib bo'lmayotgan masalalar hisoblanadi. O'sha sulhni tuzilishiga xalaqit beryapti. Lekin agar eslasangiz, o'sha 8 punkt degan narsa chiqdi, 9 punkt degan narsa chiqdi, o'sha 14 punktning o'rniga ularda sal ratsionalizm, ya'ni oqilona yondashuv bor edi. Bosqichma-bosqich komissiyalar orqali va bir oy muddat berganda degan masala ko'tarilgan edi. Agar o'shandan uzoqlashilsa, men ishonmayman memorandum imzolanishiga. O'zi memorandum degani majburiy kuchga ega emas hech qanaqa. Memorandum bizlar eslatib o'tamiz, ya'ni memory, xotira degan so'zdan olingan bo'lib eslatib turamiz. Biz kelishgan edik. Ya'ni uni o'zi moddada yoziladi-da, ya'ni majburlov xarakteriga ega emas, yuridik kuchga ega emas, faqat shu narsaga kelishdik. Hech bo'lmaganda bular shundan boshlayapti. Ya'ni bir-birini majburlamaydi, lekin butun jamoat oldida, jahon ommosi oldida bular g'alaba ikki tomonga ham kerak hozirda, ya'ni o'zlarini g'olib deb e'lon qilish ikki tomon uchun ham muhim. O'shaning uchun bular memorandumga tushishgan edi, bir betlik, bir varaqlik, kichkinagina bir memorandum, ichida hamma narsa aytilishi kerak edi, faqat bu chaynalyapti. Channelishiga sabab yuqorida aytgan 3 ta asosiy sabab dedik va eng achinarlisi bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining ichidagi kayfiyat ham yomonlashyapti. Chunki Isroilni
Hatto shunaqa gaplar tarqaldi, Isroil Qo'shma Shtatlari deb hazillashib o'sha nima deydi? Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p hazil mutoyibaga, ba'zida jiddiy tanqidlarga sabab bo'lyapti. Ya'ni Amerika ketishni xohlagan taqdirda ham keta olmayapti. Isroil unga shart qo'yapti va rasmiy Washington uning nog'orasiga o'ynayapti degan qabilida gaplar juda ko'p tarqalyapti-da va bu qaysidir ma'noda mana endi 3-4 oy qoldi bu yog'iga saylovlarga, parlament saylovlarida bu jiddiy xavf hisoblanadi. Mana shu zaylda ketishi. O'shaning uchun ham tish tirnog'i bilan hozir rasmiy Washington va Tehron bu kelishuvga erishish kerak, faqat o'zlari bilmayapti qanaqa qilib kirish kerakligini. Ikkita narsa talab qilinadi. Birinchisi, Tramp qaysarligini to'xtatish kerak. Ya'ni Tramp masalan shu paytgacha mana butun mana emas buni. Amerika Qo'shma Shtatlarini manaman degan siyosatshunoslari, tahlilchilari, sharhlovchilari aytayaptiki, bo'ldi, bu o'yin xato o'ynaldi. Bo'ldi, biz buni g'alaba deb til aylanmaydi aytishga. Tan olaylik deyotgan joyda Tramp jamoasi buni tan olmayapti. Sizlarga nima bo'lgan, hammang uxlayapsizlar, bir g'alati gaplarni gapiryapsizlar deyapti. Shu narsani tan olish kerak. Bu bir. Ikkinchidan, qabul qilib bo'lmaydigan shartlarni qo'yishni to'xtatish kerak. Ya'ni real qadam qo'yish kerak. Ya'ni Eron hozir chekinadigan ahvolda emas. Amerika razvedkasining o'zi ham ikki xil ma'lumot beradi. Masalan, bizlar ularni yakson qildik dedi, lekin 2 haftadan keyin ular o'zini tiklab olibdi dedi va ular jangga shay holatda turibdi dedi. Qanday tushunish kerak buni? Demak, Eron shu darajada kuchli ekanda, ya'ni 2 haftada o'zini tiklab olib, yana urush ochish uchun barcha talablarga javob berar ekanda. O'shaning uchun ham bu masalalarda Tramp administratsiyasiga men oldin ham aytganman, juda ko'p narsa bog'liq. Birinchidan, o'sha narsani dangal mana shunaqa deb tan olish kerak edi. Ikkinchidan, qabul qilsa bo'ladigan shart qo'yish kerak. Bo'ldi. Ana o'shandan keyin ijobiy qadam boshlanadi va Livan masalasida aniqlik kiritilmas ekan, Eron tomoni tish tirnog'i bilan qarshi bo'ladi. Chunki u o'zini kuchlarini tashab qo'ymayman deyapti va bu eng qizig'i sulhning asosiy qismlaridan biri bo'lib qolyapti. Farhod aka. Endi asosiy jihatlarni aytib o'tdilar. Men biroz konseptualroq fikr bildirgan bo'lardim, umumiyroq. AQSh ham Eron ham aslida olganda bundan 30 yil oldin, 40 yil oldin qo'yilgan Isroil qopqoniga tushishdi-da. Isroil AQShni bu qopqonga tushirish uchun nechta prezidentlar davrida harakat qildi. Bu katta Jorj Bush, keyin kichik Jorj Bush davrida, Clintonda, undan oldin Clinton davrida, Obama davrida rosa harakat qilindi. Eng bir ko'zga ko'ringani bu demak Trampdan oldingi prezident Bayden davrida qilindi. Lekin bu qopqonga kelib Trampning xarizmasi va Trampning tizimdan chiqmagan qaror qabul qilish shaxs sifatida omili tushdi. Va endi bundan Isroil maksimal ravishda harakat qiladi chiqib ketishdan. Biladi Isroilni, demak, Kongressda ham, umuman Amerika establishment ichida ham qo'llab-quvvatlovchilar juda ham ko'p. Moliyaviy institutlar, huquqiy institutlar, butun boshli advokatlar assotsiatsiyalari bor. Butun mana shu Isroilni manfaatini AQSh parlamenti, prezident administratsiyasi darajasida himoya qiladigan institutlar bor. Har bitta qarorni tahlil qilib chiqishadi, so'zni tahlil qilib chiqishadi. Umuman ta'lim haqida qanaqadir qaror Isroil manfaatlariga zid ketmaydimi degan darajada tahliliy institutlar bor. Va bu institutlar bugun kecha shakllanmagan. Buni olib kelishdi va bugun mana shu narsa o'ylayapti. Nima, Eron yadroviy dasturi Amerikaga to'g'ridan-to'g'ri tahdidmi? Yo'q, men aytgan bo'ladim. Ha, ma'lum bir darajada tahdid, lekin to'g'ridan-to'g'ri tahdid emas. Undan oldingi tahdidlar bor Amerika uchun. Misol uchun, Shimoliy Koreyaning yadroviy dasturi va yadroviy quroli ko'proq xavf Eron yadroviy dasturidan ko'ra Amerika Qo'shma Shtatlariga. Lekin Shimoliy Koreyaga Eron urush qilgani ham yo'q. O'sha qo'lga kiritayotganda ham to'xtatish uchun misol uchun katta operatsiya amalga oshirgani yo'q. Pokiston, Hindiston. Ularda yuzlab kallaklar bor. Yadroviyda. Nimaga o'sha paytda xalaqit bermadi? Eronga agar bunaqaga. Chunki ular na Koreya, na Hindiston, na Pokiston yoki boshqa yadroviy dasturlar, qurollar to'g'ridan-to'g'ri Isroilga xavf emas edi. Eronniki xavf. Shuning uchun ham bu qopqonni Eron yadroviy dasturini qo'lga kiritaman degandan boshlab, umuman konstitutsional normalarga kiritgandan beri Isroil bu qopqonni qo'yib kelayotgan. Va AQSh tushdi. Eron ham tushdi. Eron bundan oldinroq tushdi. Mintaqadagi barcha musulmon mamlakatlari va ittifoqchi davlatlar bilan dushman bo'lganlikda. Eng asosiy Saudiya bilan dushman bo'ldi. Bu dushmanlarning hammasi Isroil qo'ygan qopqonda bo'ldi. Eronning ichki
o'sha Islom qo'riqlari korpusi va siyosiy qarorlar qabul qiluvchilarning ichida o'zining maxsus agentlarini qo'ydi va u endi ushlandi. 20 yil 30 yil ishlab, qarorlar qabul qilinishda ishtirok etgandan keyin urush paytida endi kelib chiqyapti. U bir generali oldingi portlashlarda ham nechidir daqiqa qolganda chiqib ketib, uyushtirib, oxiriga qo'lga tushib qolgani bor-ku, bu hali qo'lga tushganida, tushmagani qancha. Buni ko'pchilik konspirologiya deyish mumkin, lekin bu faktlar bilan tasdiqlanyapti. Va bu qopqonga aslini olganda Amerika Qo'shma Shtatlari juda ham katta tushdi, Eron ham bunga oldinroq tushgan edi. Va bugun mana shu qopqonning natijasini ko'ryapmiz. Bu yerning asosiy omil Eronning yadroviy dastur AQShga xavf solishi ham emas. Eronning islomiy teokratik davlat ekani ham emas. Yaqin Sharqda teokratik davlatlar ko'p. Uning asosiy masalasi Isroilga dushman bo'lganligi va Isroil omili bu yerda bu urushni to'xtatishga asosiy to'siq bo'lib qolaveradi baribir. Uning yadroviy dasturi ham emas, raketasi ham boshqasi emas. AQShga to'g'ridan-to'g'ri tahdid tug'dirmaydi u. Isroilga tahdid tug'diradi. Va Isroilning esa boya o'tib o'zining institutlari va ma'lum bir vositalar orqali AQShda siyosiy qarorlar qabul qilishga ta'siri. Isroilni ko'ndirishmas ekan, Isroilning pozitsiyasi o'zgarmas ekan, bu urushni to'xtatish qiyin bo'ladi. Sulhlar, vaqt cho'zishlar kerak. Hozir ikkalasi ham qopqonga chiqishga harakat qilyapti. Eron ham, AQSh ham Isroilning qopqonga tushishini anglab yetishdi. AQSh agar bu oxiri yo'q urushdan tezroq chiqib ketmasa, iqtisodiy, ijtimoiy hamma jihatdan yutqizadi. Saylovlarda demokratlar aniq yutib chiqadi bu ketishni yana davom etaversa oktyabrgacha. Mana shuning uchun ham hozir bo'lib ham hozir tadbir 11-iyunda boshlanadigan bo'lsa jahon chempionati, ungacha Tramp nimadir qilish kerak-da. O'sha 60 kunlik sulhni tasdiqlatib olish kerak. Buni Isroil nima qilib o'tiribdi? Yaxshi bilib o'tiribdi. Trampga bu sulh Trampga kerak ko'proq, Eron ham ko'radi. Juda ham zarur. Bu zaruratni, bu ehtiyojni Isroil nima qilyapti? Manipulyatsiya qilib ishlatyapti xolos. Xohlaganda Livanga hujum qilyapti, boshqa qilyapti. O'zini ma'lum bir darajadagi boshqa e'tibordan, agar shu Eron urush bo'lmagandachi Livanga kirgan urushi G'azoda qanaqa rezonans bergan dunyoda? Livanga kirishdan xuddi shunaqa rezonans bergan bo'ladi. Bugun nimaga rezonans bermayapti? Chunki hammaning diqqati AQSh va Eron o'rtasidagi urushda. Shu vaziyatdan foydalanib 11-iyunga taqab bo'lsa ham nima qiladi Isroil? Ma'lum bir muvaffaqiyatlarga erishishga harakat qiladi. Va ming afsuski, bu mana shu bir vaziyatda hozir Erondagi urush tugaydi deb ayta olmaymiz. Ma'lum bir darajaga kechikadi va asosiy muammo mening nazarimda avgust oxiri, sentyabr yoki kuz oylarida sodir bo'lishi juda ham nima deydi, ehtimoli katta. Oktyabrdagi saylovlar oldi Eron masalasi yana kun tartibiga chiqadi. AQShga bu o'ta ketgan bosh og'riq bo'ldi. Lekin bu bosh og'riqdan endi chiqishi juda ham qiyin. Qancha harakat qilma botqoqqa o'xshaydi-da. Botqoqda qancha harakat qilsangiz shuncha cho'kasiz-ku. AQSh ham mana shu botqoqqa tortib ketilish ehtimoli juda ham katta. Va bu yerda Isroil to'liqligicha bu urushdan yutdi. G'azodan hammani e'tiborini chalg'itdi. G'azoda esa bir kun ham vaziyat yaxshi bo'lgani yo'q. Afsus. Hozircha bizda shular. Mavzu doirasida fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Rahmat, salomat bo'ling.